Atom agentligida mamlakatimizning energetik mustaqilligi hamda xavfsizligini belgilab beruvchi muhim voqelikka start berildi. Poytaxtimizda Xalqaro atom energiyasi agentligi MAGATE'ning milliy yadroviy infratuzilmani kompleks baholash bo'yicha follow up ikkinchi bosqich missiyasi faoliyat boshladi. Prezidentimiz tomonidan belgilangan topshiriq ijrosini ta'minlash maqsadida mazkur missiya eng yuqori xalqaro standartlar va MAGATE talablariga muvofiq amalga oshirilmoqda. Bu yurtimizda atom energiyasidan foydalanish sohasida davlat boshqaruvi va tartibga solish tizimini tubdan takomillashtirish, sohadagi mavjud masalalarning qonuniy yechimini topish va strategik rejalarni belgilashga qaratilgan jarayon hisoblanadi. Unda xalqaro ekspertlar tomonidan O'zbekistonning milliy yadro infratuzilmasining joriy holati xolis baholanadi. Missiya tarkibida MAGATE'ga a'zo Iordaniya, Braziliya, Dominikan va Turkiya kabi davlatlardan kelgan 5 nafar yetakchi ekspertlar faoliyat yuritmoqda. Ular Vyetnam, Filippin, Polsha, Estoniya va Qozog'iston singari Osiyo va Yevropa mamlakatlarida boy tajriba to'plagan. Missiyaning ochilish marosimida O'zbekiston va MAGATE hamkorligi yuqori baholandi. Tomonlar milliy yadroviy infratuzilmamiz imkoniyatlarini tahlil qildilar. Prezidentimiz topshirig'iga asosan O'zbekiston Respublikasida birinchi marta integratsiyalashgan atom elektr stansiyasi qurilishi amalga oshirilmoqda. INER missiyasi bundan avval 2021-yilda ikkinchi bosqich qurilishga tayyorgarlik bosqichi uchun o'tkazilgan edi. O'tkazilgan missiyada MAGATE ekspertlari tomonidan O'zbekistonga bir nechta tavsiyalar berilgan edi. INER missiyasi bizga eng birinchi navbatda milliy yadroviy infratuzilmamizni qanchalik tayyorligimizni baholash uchun kerak bo'ladi. 5 kun davomida MAGATE'da o'zining metodikasi bo'yicha 19 ta elementdan har biri bo'yicha savol-javoblar, intervyular shaklida amalga oshiriladi. Hamma elementga javoblarimiz tayyor. Baholab bo'lgandan keyin keyingi ekspluatatsiyaga kiritishdan oldin 3-bosqichga o'tamiz. Unda INER missiyasining 3-bosqichi bo'yicha yana qaytadan missiya o'tkazamiz. Eng asosiy beradigan narsa biz xalqaro hamjamiyatning oldida xavfsiz elektr energiya ishlab chiqaruvchi atom elektr stansiyasi qurayotganimizni asosi hisoblanadi. Kunning ikkinchi yarmida milliy pozitsiya, yadro xavfsizligi va boshqaruv kabi strategik yo'nalishlarda fikr almashildi. Shuningdek, erishilgan natijalar va istiqboldagi rejalarga e'tibor qaratildi. O'zbekiston vakillari tomonidan yadro xavfsizligi sohasidagi normativ, huquqiy va texnik amaliy bazani yanada mustahkamlash rejalari, tartibga soluvchi organning mustaqilligini ta'minlash hamda yadro energetika dasturiga jalb etilgan barcha asosiy tashkilotchilarning boshqaruv tizimi haqidagi ma'lumotlar taqdim etildi. Missiya o'z ishini 2026-yilning 26-iyuniga qadar davom ettiradi. Shundan so'ng MAGATE tomonidan O'zbekistonning milliy yadroviy infratuzilmasini yanada rivojlantirish va istiqboldagi muammolar yechimi bo'yicha aniq tavsiyalarni o'z ichiga olgan dastlabki rasmiy hisobot e'lon qilinadi.